Endi ikkinchi qoidaga o'tamiz. Ikkinchi qoidada ishoralar munosabatlarini o'tamiz. Ikkinchi qoidada ikki ishorali ifodalarda ishoralar ko'paytirilib bitta ishoraga o'tkaziladi. Ya'ni mana buni aytayapti. Mana ikkita ishora-ku. Mana shu holatda mana bu ikkita ishora ko'paytirilar ekan deb tushuning. Tushunyapsizmi? Mana birinchisida agar ishoralar bir xil bo'lsa, musbat bo'ladi. Agar ishoralar turli xil bo'lsa, manfiy bo'ladi. Demak, bir xil ishorali bo'lsa, ya'ni ikkita minus yoki ikkita plyuslik bo'lsa, demak, musbat bo'lar ekan, plyus bo'lar ekan. Agar plyus minus yoki minus plyus bo'ladigan bo'lsa, minus bo'lar ekanda. Mana misol uchun. Minus 3. Qarang, qavs tashqarisida ham minus bor, ichida ham minus bor. Ikkita minusni ko'paytmasi nimaga teng edi? Plyusga teng edi. Shunaqa bo'lgani uchun, demak, bu yerda musbat 3 bo'lar ekan deyilyapti. Demak, mana buni yodlatasiz o'quvchilaringizga. O'zi qiyin narsa emas. Ikkita minus bo'lsa yoki ikkita plyus bo'lsa, plyus bo'lsin, boshqa holatlarda minus bo'lsin deysiz, bo'ldi. Endi davom etamiz. Birinchi misoldan, demak, misollarni ishlashni boshlaymiz. Qarang. Tushuntirib o'taman. Qoidaga unchalik qoidada tushuntiradigan narsasi ko'p emas. Ko'rdingiz, mana qisqa qilib tushuntirib o'tib ketdik. Siz ham qisqa qilib tushuntiringda, keyin ko'proq misollar ishlating. Misolni o'zida ham o'quvchi ko'p narsani tushunib oladi. Demak, ikkita minus bo'lsa nima bo'lar ekan? Plyus bo'lar ekan deysiz. Va ishlaysiz. Mana. Keyingisida ham xuddi shunaqa. Ikkita minus bo'lsa, plyus bo'ladi bu. Va aslida bu yerga plyusni yozmasak ham bo'ladi deymiz. Nimaga? Chunki musbat son birinchi kelganda musbat bo'lsa ham yozilmasligi mumkin. O'sha musbat belgisi, o'sha sonning chap tarafida turadigan ishorasi deymiz, belgisi yoki ishorasi yozilmasa ham bo'ladi. Agar boshqa sondan keyin keladigan bo'lsa, yig'inda ayirma, shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa yozilishi kerak. Mana misol uchun mana 4 da yozilishi kerak. Shart bo'lmasa 24 bo'lib qoladi yozilmasa. 2 da yozish shart emas deysiz. Xullas 2 ga 4 qo'shsa 6 bo'ladi. Bunda ham ikkita minus plyus bo'ladi. Yana o'sha gap deyman. Birinchi yozaman, keyin aytaman. Tushunib olishingiz uchun. Mana. Bunda minus 8, minus 6. Ikkita minus bo'layapti. Bir xil ishorali sonlar qo'shiladi deymiz. Minus 14 qo'shilgan 3. Turli xil ishorali sonlar ayriladi deymiz. Ayirsak 11. Minus 11 ekan. Mana bu yerda nima uchun to'liq ishorasi minus 6 bo'ldi? Qavsni ochib chiqqanimizda nima uchun minus 6 bo'ldi desangiz, biz boya aytdik, ikkita musbat, ikkita plyus yoki ikkita minusni ko'paytmasi plyus bo'ladi. Bitta plyus minusning yoki minus plyusning ko'paytmasi esa minus bo'ladi deb tushuntirib o'tgan edik. Shunga asosan demak ishlayapmiz. Tushunyapsizmi? Keyingisida ikkita minuslik bo'lsa plyus bo'lib ketadi bu. Mana yozmadim. Yozmasam ham bilib turibsiz, plyusligini 6 ga to'g'ri qo'shsak 10 bo'ladi, 10 dan 8 narsa 2 bo'ladi. Mana. 6-misolda ikkita minus plyusga aylanadi dedik. 6 qo'shilgan 2 bo'ladi va bu ham minus ekan va minus 5. Ikkita minus bo'lgani uchun qarang endi, mana bu yerda ikkita minus deyilmaydi bu. Bir xil ishorali deyiladi. Bir xil ishorali sonlar bo'lganligi uchun bu qo'shiladi. Minus 13 bo'ladi. Mana. 7-sida minus 8 minus deyman qavs ichida. Endi mana buni ishlaydigan bo'lsam, ikkita minus plyusga aylanib plyus 2 bo'ladi. Mana. Tushunyapsizmi? Endi plyus minus nimaga teng edi? Ya'ni minusga plyusni ko'paytmasi nimaga teng edi? Minusga teng edi. Bundan demak yana minus 2 paydo bo'lish kelib chiqadi. Demak natija minus 10 ekan. Tushunyapsizmi? Unchalik mavzuyimiz qiyin mavzu emas. Ikkita minusni ko'paytmasi plyusga aylanadi, 8 qo'shilgan 6 bo'ladi. Endi 6 dan 3 ni ayirib tashlasam, turli xil ishorali sonlar kattasidan kichikka ayriladi, kattasining ishorasi qo'yiladi-ku. 6 dan 3 ni ayirsam 3 bo'ladi, plyus 3. Ko'ryapsizmi? 6 ga 3 ni qo'shsam 9, 9 ga 8 qo'shsam 17. Mana demak javobimiz chiqdi. Keyingisida. Demak, minus 8 ayrilgan 2, ikkita minusimiz plyusga aylanib ketadi. Mana. 6 ga 8 qo'shsam 14, 14 dan 2 ni ayirsam 12. Minus 12 ekan. Nimaga? Chunki natija 12 bo'ldi. Mana qarang, tushuntiraman yana.
natija plus 12 bo'ladi. Plus minusni ko'paytmasi esa minus 12 ga teng bo'ladi. 10-si. Demak, minus 12 deyman. Ikkita minus plusga aylanib ketadi. Ikkita minus plusga aylanib ketadi. Tushunyapsizmi? Minus 12 qo'shilgan bir xil ishorali bo'lgani uchun qo'shiladi 10. Minus 12 qo'shilgan 10 esa turli xil ishorali bo'lgani uchun ayriladi va kattasini ishorasi qo'yiladi. Kattasi minus bo'lgani uchun, minus 12 bo'lgani uchun demak minus 2 bo'ldi. 11-misol. Minus 4, ikkita minusimiz plus 2 bo'ladi. Minus 8 qo'shilgan 2. Bir xil ishoralilarni qo'shaman. Minus 4 ga minus 8, 2 ga 2. Minus 12 qo'shilgan 4. Turli xil ishorali sonlar bo'lsa ayriladi va kattasini ishorasi qo'yiladi. Minus 4, ikkita minus plusga aylanadi. Mana. Minus 4 qo'shilgan 2 minus 2 ni beradi. Ikkita minus esa plusga aylanib ketadi. Tushunyapsiz endi? 13-misol. 8 dan 7 ni ayiraman. Birinchi 8 dan 7 ni ayirsam, demak, turli xil ishorali sonlar bo'lgancha ayriladi. Kattasini ishorasi plus bo'lgani uchun plus 1 bo'ladi. Plus 1 ni yozib o'tirmayman. Plusini yozib o'tirmayman. Ayrilgan. Demak, ikkita minus plusga aylanadi. Endi plus minus esa minusga aylanadi. Hammasi oddiy. Mana shunaqa hisob-kitobda ko'pchilik bilaman, ko'pchilik qavsni ochib chiqish qoidasida adashadi-da, ko'pchilikda bor. Hozirgacha bor shunaqa holat. Agar mana shunaqa eng sodda holatdan boshlab ishlab ko'rsa, u o'sha o'quvchilar menimcha adashmaydi keyin. Ikkita minus plusga aylanadi. Plus minus esa minusga aylanadi, to'g'rimi? Ikkita minus esa plusga aylanadi. Hammasi ko'paytma bo'lyapti. Ya'ni plusga minusni ko'paytmasi bo'lyapti mana bu. Shuni aytmoqchiman. Bu esa minusga minusni ko'paytmasi, bu esa minusga minusni ko'paytmasi. Demak, bu bo'ladi. 9 ga 2 ni qo'shsam 11, 11 dan 7 ni ayirsam, 4 ni ayirsam 7. Mana javobimiz chiqdi. 15-misol. Demak, ikkita minus plusga aylanadi. 2 qo'shilgan 8 bo'ladi, deysiz. Bu 10 bo'ladi. Demak, 8 ayrilgan 10 ekan. Nima uchun desak, 2 ga 8 qo'shsak 10 mi? Plus 10. Tashqarisi minus bo'ladi. Minusga plusni ko'paytmasi esa minus. Minus 12. Plusga minus ko'paytmasi yana minus 2. Bir xil ishoralilari tak qo'shib chiqsak 14, 24. 8 ayrilgan 24 mi? Qarang, adashib ketibman. Bu yerda 8 bo'ladi-ku, 2 ga 6 ni yig'in desa, birdan 8 deb yozib, yana men 2 ni qo'shibmanmi? Demak, 8 ayrilgan 8, ayrilgan 12, ayrilgan 2 bo'lyapti. Bular 0 bo'lib ketadi. Demak, minus 12 ga minus 2, minus 14 ga teng bo'ladi. Mana demak, shu bilan ikkinchi qoidamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu qoida uchun yana o'sha o'quvchilaringizga aytishingiz mumkin bo'lgan boshqa holat bor deb o'ylamayman. Iloji boricha shu mavzuni o'zini o'tishga harakat qiling. Kitobdan chetga uncha ko'p chiqmang. Nimaga? Chunki bundan keyin boshqa kitoblar ishlatasiz. Shu kitoblar orqali boyiydi. Birdaniga hamma kitobni ishlatib ketaman deb o'ylamang. Umumiy o'sha bitta kitobni zo'r qilib tugatsin, ikkinchisiga o'tsin, keyin uchinchisiga o'tsin. Shunaqa holatda bo'lsa, menimcha tushunish oson bo'ladi.